Hozirgi kunda tovar xomashyo birjasi juda ko'plab mijozlarga elektron tarzda xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bu yerda bizda respublika bo'yicha ko'plab brokerlik idoralari tashkil etilgan. Ko'p yillardan beri katta tajribaga ega brokerlar va treyderlar ishlab kelmoqda. Bundan tashqari, respublika miqyosida umuman olayotgan bo'lsak, tovar xomashyo birjasining o'rni juda beqiyos. Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining platformasi quyidagidan iborat. Ya'ni uzex.uz manzili orqali kirilsa agar, bu yerda ko'rishimiz mumkin birja haqida, birja savdolari haqida, matbuot markazi, korporativ boshqaruvlar, muloqot uchun telefon raqamlar barchalari keltirilgan. Bu bo'yicha ma'lumotlar ochiq, hamma dunyoning xohlagan joyidan turib ma'lumotlardan foydalansa bo'ladi. Hozirgi kunga kelib tovar xomashyo birjasining spot bozori haqida ozgina qisqacha gapiradigan bo'lsak, ya'ni kim spot bozori orqali tovar xomashyo birjasining yuqori likvidli tovarlari savdosi amalga oshiriladi.